Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan profilda qolib ketgan starslarni qanday qilib sotish bo'yicha video qo'llanma ko'rib chiqamiz. Bu yerda siz starslarni nafaqat sota olasiz, balki sotib olishingiz ham mumkin. Lekin men sizlarga buni tavsiya qilmayman, chunki bu yerda starslar juda ham qimmat. Shuni tavsiya qilamanki, fragment ilovasidan o'sha shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritgan holda, verifikatsiyadan o'tgan holda ton evaziga sotib olishingizni va yoki bizdan sotib olishingizni tavsiya qilaman. Agar bizdan sotib olishni istasangiz, stars sotamiz bo'limiga qaraysiz, o'shaning ustiga bosasiz va mana bu yerdan qancha narxda sotilayotganini ko'rib olishingiz mumkin. Murojaat uchun musulmon yigit, ya'ni menga yozasizlar. Keyin to'lov isbotlarini ham ko'rishingiz mumkin. Hammasi halol va ishonch. Kelinglar endi botga kirib qanday sotishni ko'rib chiqamiz. Sotib olishni tavsiya qilmayman, o'shaning uchun qanday sotib olish bo'yicha ko'rsatib olmayman. Mana bu yerda market bo'limini bosamiz. Birinchi qarshiloq bo'limida turadi. Keyin market bo'limiga o'tamiz, pastda ikkinchi. Keyin bu yerda yashil va qizil yulduz chiqadi, buy va sell. Biz sellni bosamiz, product, ya'ni sellni pastidagi productni bosamiz. Keyin bu yerda qancha starsingiz bo'lsa yozaverasiz. Mana yozasiz va product wasting o'shaning ustiga bosasiz va confirm and pay qaysi tilda qo'ygan bo'lsangiz o'sha tilda chiqadi. Mana bu yer ko'k rangda, o'shani ustiga bosasiz. Keyin bu yerda sotib qolgandan keyin siz sotgan dollar yoki ton mana bu yerga tushadi. Yoki ton bo'lib yoki USDT bo'lib tushadi. Keyin biz buni VVST, mana bu ustdan tepadagi VVST bo'limini bosamiz va shu yerdan mana bu yerga qarshilog'imizni yuboramiz. Keyin bu yerda maxni bosamiz va xohlasanglar memo yozing, xohlasanglar kommentariy yozing, farqi yo'q. Keyin cheki bo'limiga keladigan bo'lsak, bu yerda nimalar bor? Bu yerda siz o'zingizni aktivligingizni ko'rishingiz mumkin. Historiya, ya'ni qancha sotib oldingiz, qancha sotdingiz, o'sha bo'yicha tarixni ko'rib chiqishingiz mumkin. Va partnerstvo, bu yerda siz do'stlar taklif qilasiz va ulardan ham foyda ko'rish ehtimoliniz bor. Bu videomiz shulardan iborat edi. Barchaga foydali bo'ldi degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa like va kommentariya ayamaysiz degan umiddamiz.